Viloyatimiz hududida joylashgan harbiy qismlarda muddatli harbiy xizmat o'tayotgan askarlar oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda imtiyoz beruvchi tavsiyanoma olish uchun test sinovlarini topshirdi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi bilim va malakalarni baholash agentligida o'tkazilgan test jarayonida muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlarga O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun beriladigan tavsiyanomalar nizomiga asosan ularning jangovar hamda ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik dasturini o'zlashtirish darajasi yakuniy baholandi. Harbiy xizmatga kelib, mana bizga yurtboshimiz, prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni shunday sharoitlar yaratib berdiki, biz test sinovlariga kirib, hozir hammasi shaffof va haqqoniy bo'lib o'tdi. Kelgusida shu Qurolli Kuchlar akademiyasiga kirib, ofitser unvonini olib, ona vatanimga sadoqat bilan xizmat qilmoqchiman. Shu bilan birga Qashqadaryo viloyatidan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining respublikaning boshqa hududlarida joylashgan harbiy qismlarda muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlarning ota-onalariga minnatdorchilik xatlarini topshirish tadbiri ham o'tkazildi. Farzandimni yutug'ini ko'rib, uni bizga bo'lgan mana bu ehtiromlar, mana bu izzat ikromni ko'rib juda xursandman. Prezidentimiz tomonidan 2026 13-yanvar kuni harbiy xizmatdagi askarlar uchun juda ko'p imtiyozlar berildi. Bundan ko'rib biz farzandimizda noto'g'ri yo'lda emas, aynan to'g'ri yo'lda ekanligini his qildik, juda xursand bo'ldik. Ularga berilgan imkoniyat, shart-sharoitlardan juda mamnunmiz. Har bir o'zbek farzandini mana shunday chiroyli yutuqlarga erishishini chin dildan tilayman. Mazkur tadbir davomida ota-onalarga muddatli harbiy xizmatchilar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar va imkoniyatlar haqida ham batafsil ma'lumot berildi. 2025-yil muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan muddatli harbiy xizmatchilarga test sinovlari o'tkazilyapti. Test jarayonlari davomida, yil davomida ofitser va serjantlar tomonidan berilgan bilim va ko'nikmalarini sarhisobi chiqarilib, o'zlari to'plangan ballarga nisbatan imtiyozli tavsiyanoma beriladi. Oliy harbiy bilim yurtlariga o'qishga kirishlari uchun o'zlari to'plagan ballining 50% ajratilishi ko'zda tutilgan. Tadbirning asosiy maqsadi yosh avlodning vatanga bo'lgan muhabbati va sadoqatini yanada mustahkamlash, harbiy xizmat nufuzini oshirish, shuningdek fuqarolar orasida muddatli harbiy xizmatni o'tashga bo'lgan qiziqish va ishonchni kuchaytirishdan iborat. Bunday e'tibor va rag'bat esa bugungi kunda yoshlarning har tomonlama yetuk, bilimli va vatan himoyasiga munosib bo'lib kamol topishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.